Ko'p qavatli uylardagi yerto'lalar muayyan texnik vazifalarni bajarishi, muhandislik tarmoqlari xavfsizligi va binolarning barqaror ishlashini ta'minlashi lozim. Biroq ayrim holatlarda bu hududlar o'zboshimchalik bilan qayta qurilib, boshqa maqsadlarda foydalanilayotgani ham kuzatilmoqda. Bunday o'zgartishlar nafaqat shaharsozlik me'yorlariga zid, balki ko'p qavatli uyda yashovchi aholi xavfsizligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Navoiy viloyati Zarafshon shahrida ham ana shunday holat aniqlandi. Hozir shu haqda Ko'p qavatli uylardagi yerto'lalar avvalo binolarning muhandislik va texnik ehtiyojlari uchun mo'ljallangan. Biroq Zarafshon shahrining 12-kichik hududidagi xonadonlardan birida bu joyga mutlaqo boshqacha vazifa yuklatilgani aniqlandi. Navbatdagi nazorat tadbiri davomida mutaxassislar oddiy qoidabuzarlikka duch kelishni kutgan bo'lsa, ko'z o'ngida loyihadan tashqari amalga oshirilgan bir qator o'zgartirishlar namoyon bo'ldi. O'rganish jarayonida xonadondan yerto'laga tushish uchun binoga qo'shimcha o'tish yo'lagi ochilgani ma'lum bo'ldi. Eng qizig'i, ushbu o'zgartirishlar tasdiqlangan loyiha hujjatlarida aks etmagan. Yerto'laning o'zi esa dam olish hududiga aylantirilib, unda basseyn tashkil etilgan. Bir qarashda qulaylikdek tuyulgan bu tashabbus amalda qurilish me'yorlari va ko'p qavatli uylarda yashovchi boshqa fuqarolar xavfsizligi talablariga zid hisoblanadi. Navoiy viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasidagi nazorat inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan mulkdorga amaldagi qonunchilik talablari hamda shaharsozlik me'yorlari yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi. Shuningdek, aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etish, noqonuniy qurilmalarni buzish va xonadonni tasdiqlangan loyiha holatiga qaytarish bo'yicha majburiy yozma ko'rsatmalar rasmiylashtirildi. Ayzat Dursulova, Sindor Pardaboyev, Navoiydan tayyorlandi.